İnsanlarni do'sti ulfati bo'larkan, joni chiqquncha. İnsanlarni do'sti ulfati bo'larkan, qabriga borguncha. İnsanlarni do'sti ulfati bo'larkan, to qiyomatgacha. Joni chiqquncha bo'ladigan ulfati, do'sti u uning moli dunyosi ekan. Moli dunyosi u odamda joni chiqquncha o'ziniki hisoblanadi. Joni chiqqandan keyin buniki emas. Endi bu mol-mulk o'zini egalariga taqsim qilinadi shariat bo'yicha. Qabristongacha boradigan do'sti uning oilasi, farzandlari, yaqinlari. Juda ham borsa qabristonda oldigacha bora oladi. Ko'mib qo'yadi, boshqa yo'q. Ammo o'zi bilan birga turadigan do'sti bu uni qilgan amali, namozi, ibodatlari, xayr-saxovatlari, yaxshi amallar.